bolasi bilan masjidga yig'lab kelishibdi. Ha opa nima yig'layapsiz desam, domla shu gapingizga men dalilman. Ha qaysi gapga? Tuzalmaydigan bemorlikka silai rahim shifoligiga men dalilman. Nima bo'ldi desam, yaqinda xo'jayinim bemor bo'lib qoldi. Bemor bo'lib qoluvdi, biz jin kirib qopti deb u jinkashga olib bordik, bu jinkashga olib borib oxiri ozib ketganidan terisi suvayga yopishib qoldi. Qo'ni-qo'shnilar ko'rib, "Ey xotin, eringni o'ldirib qo'yasan, doktorga ham olib bor" deydi. Doktorga olib borsam, onkologichga yozib berdi. Onkologichga olib borsam deydi, qon tahlil, u tahlil, bu tahlil, tomografiya deb tomografiyani tahlillarda ko'rib, "Jichcha ertaroq olib kelmabsizlarda, butun tanani o'simta rak egallab bo'pti. Endi nur bersa ham, ximiya bersa ham, dori-darmon bersa ham oldiga yurmaydi. Kech qopsilar dedi, erim eshitdi-yu" deydi. Ko'rsatib yiqilib og'zidan oq ko'pik keldi, rahmlari kelib reanimatsiyaga olib kirib 2 oy qarab berishdi deydi. Nur ham berishdi, umid qilib, ximiya ham berishdi, oqidi, qoraydi, dorisini qilishdi. 2 oy deganda bir mahal yuring, eringizni ko'ring deb olib kiruvdi deydi. Erimni ko'rib qo'rqib ketdim deydi. Choch, tuk, kiprik, soqol, mo'ylov degan narsa qolmabdi. Hamma yo'q to'kilib, yaltillab qopti deydi. Ozib ketganidan suvaylari arra bo'lib ketibdi, qo'rqinchli bo'lib ketibdi. Erimni ko'rsatib, qo'limizdan kelgani shu. Hech nur ham ta'sir qilmadi, ximiya ham ta'sir qilmadi, dori-darmon ham ta'sir qilmadi. Endi uyga olib borib, uyda qarab turaveringlar. Dodaladod qilsa ham olib kelmanglar, chunki betda o'lsa qog'ozvozlik bo'lib qiynalasizlar. Biz spravka qilib beramiz, uyda jon bersa oson bo'ladi deb uyimizga ruxsat berdi deydi. Kechasi yo'inki salqinda qaqa boraman desa olib boringlar, nima yeyman desa yegizinglar, chunki nech kunlik qoldi Xudo biladi deb uyimizga ruxsat berdi deydi. Uyga olib kelib deydi, kechasi bilan yig'labman deydi. Shunday odam o'lib ketaveradimi? Shuncha bolalarni boqib kelin olaman deydigan yoshga yetganda, qo'li oshga yetganda, og'zi oshga yetganda o'lib qolaveradimi? Bir kosa ovqatga qonni to'ysa ham kechasi yu kunduzi dardi, g'ami, alami, tashvishi, ro'zg'or bolam deb o'lib ketaveradimi bir to'y ko'rmasdan, kelin olmasdan deb kechasi bilan yig'lab tongga yaqin ko'nglimga keldiki deydi, bitta akasi bo'lsa, shu akasi bilan ham yer talashib, meros talashib, g'urur talashib, bir-biri bilan sudlashib, begona bo'lib ketgan, bir-birini la'nat aytib urushib begona bo'lib ketgan bo'lsa, ertaga xo'jayinim o'lib qolsa, qaynatamni oldiga boradigan bo'lsa, shunchalikka yetib bordilaringmi bizdan keyin deb erimni malolma qilsa, erim qanday holatda turar ekan dedimda deydi. Tong otgandan keyin o'g'limni uyg'otib deydi, bozorga borib 2 ta ko'ynak oldim deydi. Biri xo'jayinimga sig'aydigan, biri akasiga sig'aydigan. O'g'limga berib borib Boydadingni qo'liga berib, menga telefon qilib ber, meni Boydadingda gapim bor. Xo'p. O'g'lim olib borib Boydadasiga ko'ynakni berib telefon qilib berdi. Salom alaydan keyin dod deb yig'lasam deydi. Bir mahal nima yig'layapsiz kelin? Nima yig'layapsiz kelin dedilar. Bo'lgan voqea holatni ayt. Jon aka, ukangiz qilmabdi, men qilibman. Ukangiz qilmabdi, men qilibman. Men bolalarim bilan qilibman. Bizni kechiring deb turib olsam bo'ldi, kechirdim dedilar. Bo'lmasam bitta ko'ynakni o'zingiz kiyin-u, bitta ko'ynakni ukangizga o'zingiz kiygizsangiz, ertaga vafot etib qolsa, oxiri nima bo'ladi desa, akasi olib bergan ko'ynak bo'ladi deydi. Jichcha bo'lsa ham bir ko'ngli ko'tarilib qoladi deb aytsam, xo'p dedilar. Bir mahal bitta ko'ynakni kiyib, bitta ko'ynakni salafanga solib, 4 ta non ko'tarib, bir shirinlik ko'tarib keldilar. Qayerda yotibdilar? Ha, o'sha ota-onamiz yashab, ota-onamiz jon taslim qilgan eski uyda yotibdilar. Yangi uyga joylarni qilsak, bu uylar nafasim qisyapti, bu uylar yutib yuboraman deyapti. Eski joyga joy qilib beringlar dedilar. Eski uyga joy qilganmiz. Eshigi-yu derazasiga parda tutib, qop-qorong'i qilganmiz. Yeb ichishi bir joyda bo'lib qolgan, kiravering dedim deydi. Bir mahal deydi, kirib, eshik ochib, yopilib,
dod deb o'kirib yig'layaptilar deydi. Ichi to'lib qolgan bo'lsa, ichi yengillab olsin deb vaqt o'tkazib eshikni ochib kirsam deydi. Xo'jayinimni boshini akasi shu ushab bag'riga qo'yib shunaqa ham yig'layaptiki, ko'zidan yosh shuna oqib qo'l qilyapti deydi. Bag'da xo'jayinim yig'layapti, bag'da akasi yig'layapti-da. Rosa mana qo'shilib yig'lab bir yig'i bir nimasiga yetganda uka esingizda bo'lsa, onamiz rahmatlik